Viloyat kadastr agentligining Davlat kadastrlar palatasi viloyat boshqarmasi tomonidan o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalari hamda ularda qurilgan bino va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish bo'yicha doimiy xatlov ishlari olib borilmoqda. Navbatdagi jarayon Termiz tumanida o'tkazildi. Hozir shu haqda. Termiz tumanining Xalqobod mahallasida O'zbekiston Respublikasining o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalari hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish to'g'risidagi 937-sonli qonunning ijrosini ta'minlash maqsadida keng ko'lamli xatlov ishlari amalga oshirilmoqda. Jarayon doirasida kadastr agentligi hamda Davlat kadastrlar palatasi mas'ul xodimlari tomonidan mahalla yettiligi vakillari, faollar hamda aholi bilan uchrashuvlar tashkil etildi. Unda qonunning mazmun mohiyati keng tushuntirilib, fuqarolarga yer va mulk huquqlarini qonuniy rasmiylashtirish bo'yicha amaliy tavsiyalar berildi. Shuningdek, aholini qiziqtirgan savollarga mutaxassislar tomonidan javoblar qaytarilib, huquqiy savodxonlikni oshirish malasiga alohida e'tibor qaratildi. Malakali mutaxassislar jalb etilgan xatlov ishlari tumandagi mavjud 30 ta mahalladan tasdiqlangan reja jadvalga muvofiq 5 tasida o'tkazilishi belgilangan. Bu jarayonlarga 8 nafar mutaxassis jalb qilingan. Surxondaryo viloyatida bugungi kunda 724 ta mahalla mavjud bo'lib, 2026-yil reja grafik bo'yicha 146 ta mahallalar xatlov ishlari o'tkazish belgilangan. Mazkur keng ko'lamli jarayonda viloyat bo'yicha 150 dan ortiq malakali mutaxassislar jalb qilingan. Xatlov ishlari belgilangan tartibda ochiq, oshkorona, adolatli tamoyillarga qattiq rioya qilgan holda bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. O'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalari hamda ularga qurilgan bino va inshootlarga xatlov o'tkazish natijalariga ko'ra bugungi holat bo'yicha 106.317 ta obyektlar to'liq xatlovdan o'tkazildi. Shundan 48.000 dan oshiq obyektlar e'tirof axborot tizimiga kiritildi. Olib borilgan xatlov ishlari natijasida hozirga qadar tumanda jami 6580 ta obyekt to'liq xatlovdan o'tkazildi. Shundan 2017 ta obyekt e'tirof axborot tizimiga kiritilgan. Bugungi kunda mazkur tizimga kiritilgan obyektlarning 28 tasi jamoatchilikka e'lon qilingan bo'lsa, 1588 tasi jamoatchilik muhokamasida turibdi. Shuningdek, 93 ta obyektga mulk huquqini berish rad etilgan. 240 ta obyekt bo'yicha esa mulk huquqi qonuniy ravishda e'tirof etilgan. Bizning Xalqobod mahalla fuqarolar yig'ini hududimizda 1000 dan ortiq xonadonlar mavjud bo'lib, ushbu xonadonlarning aksariyatlarida qonuniy hujjatlar mavjud emas. Ushbu xatlovlar orqali bizning mahallamizdagi qonuniy hujjatga ega bo'lmagan xonadonlarimiz qonuniy hujjatga ega bo'lishadi, kadastr hujjatlari bilan ta'minlanadi. Ushbu kadastr hujjatlarini ta'minlanganligi orqali ayrim tashkilotlarda yuzaga keladigan muammolar bartaraf etiladi. Ushbu hujjatlar orqali fuqarolarimiz oldi-sotdi, hadya qilish huquqlariga ega bo'lishadi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, bu kabi xatlov ishlari fuqarolarni mulk huquqlari bilan bog'liq noaniqliklardan himoya qilish, yer va inshootlarni qonuniylashtirish hamda aholining huquqiy ongini yuksaltirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Termiz tumanida amalga oshirilayotgan mazkur keng ko'lamli ishlar hududda mulk munosabatlari barqarorligini ta'minlashga xizmat qilmoqda. Xatlov ishlari va mulk huquqlarini rasmiylashtirish jarayonlari izchil davom etmoqda.